KAMAZ ishqibozlar uchun dastlabki texnikamizni ushbu KAMAZ bilan boshlaymiz. Demak, 1987-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, noldan yig'ilgan. Rama kuzovlarda ham hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda. Narxi $19,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda esa samosval KAMAZ sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobkalari ham yaxshi, balonlar 70% atrofida, hech qanday kamchilik yo'q, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Navoiy viloyati. Narxi $9,000 aytilish narxi, albatta savdosi bor. Narxini albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir KAMAZ sotiladi. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, 8 ta 100 talik metan gaz balonlari bor. Balonlar beskamir, 80-90% atrofida. Holat a'lo darajada, kapitan remont qilingan, hech qanday kamchilik qolmagan deyapti. Manzil Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani, narxi esa 250 million so'm kamaytirib beriladi. Navbatdagi samosval KAMAZ avtomashinamiz esa 1988-yilda ishlab chiqarilgan, hujjatlari joyida, hech qanday kamchiligi yo'q. Balonlar ham deyarli yangi, 70-80% atrofida deyishmoqda. Motor, korobka, rama, kuzovlar ham yaxshi holatda. Manzil Qashqadaryo viloyati, narxi esa $11,000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval ZIL 130 markadagi ushbu texnikamiz ham sotiladi. 1982-yilda ishlab chiqarilgan, yaqinda motor remont qilingan, korobka zadnimoslari yaxshi, 8 ta metan gaz balonlari bor, ishga tayyor holatda deyishmoqda. Narxi $4,500 aytilish, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir samosval ZIL sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, balonlar ham yaxshi holatda, hech qanday kamchiligi yo'q, ishlab turgan texnika deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $6,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatdagi samosval ZIL sotiladi. 1988-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor Ural motordan, hech qanday moy yemaydi. Ishga tayyor holatda, balonlar ham yaxshi holatda. Narxi $6,500 aytilish, kamaytirib beriladi. Manzil Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan batafsil va to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa ZIL 131 samosval texnikamiz ham sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmoqda. Holati yaxshi, razvedkalari bor. Tormoz KAMAZ sistema deyishyapti, katta mostlik. Ishga tayyor holatda, balonlar ham yangi, motor Ural motordan deyishyapti. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $9,000 aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Bizda esa navbatda yana bir samosval ZIL avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmagan. Holat o'rta holatda, xarajat yo'q, ishlab turgan texnika deb ma'lumot qoldirishgan. Xarajat haqida esa hech qanday ma'lumot yuborishmagan. Narxi $2,000 aytilish, kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda yana bir samosval ZIL 130 markadagi ushbu texnikamiz ham sotiladi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, ramalarning singan, suvarga tekkan joyi yo'q. 6 ta yangi beskamir balonlar qo'yib qo'yilgan, motor antifrizda, korobka yaxshi, zadnimoz reduktorlari yangi, resorlari ham zo'r, dokumentida muammo yo'q. Narxi 100 million so'm kami bor. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir ZIL sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, nahadu holatda. Motor korobkalar yaxshi, metan gaz balonlari bor, kuzov ramalari ham yaxshi holatda, hech qanday kamchiligi yo'q. Narxi $6,500 aytilish, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval ZIL sotiladi. 1983-yilda ishlab chiqarilgan, motor ZIL motor, hali ochilmagan, korobkalarda ham umuman ishi yo'q. Balonlar 70-80% atrofida, ishga tayyor holatda, kamchiligi yo'q. Narxi $5,500 aytilish, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir ZIL sotiladi. 1982-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor standart, galovka yangi, reduktorlari ham yangi, korobkalari ham yangi deyishyapti. Xullas, remontdan chiqqan, hech qanday xarajat qolmagan. Manzil Toshkent viloyati, narxi $10,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan.
Navbatda esa gaz elgich vodovoz sotiladi. 1992-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ballonlar ham deyarli yangi. Hech qanday kamchilik yo'q, motor korobkalar ham yaxshi deyishmoqda. Narxi 80 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta to'liq ma'lumotlarni quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa zavodskoy vodovoz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmagan. Motor korobka mostlari zo'r holatda, rami butun, nasosi bor, suv sepadi, ballonlari 60-80% gacha. Metan gaz ballonlari bor, magnitofonlari bor, oyna ko'targichlari ham knopkali deyishyapti. Manzil Toshkent viloyati. Narxi $6000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa benzovoz sotiladi. 1993-yil ishlab chiqarilgan, holati zo'r. Xarajat yo'q, hamma xarajat qilingan, motor yaqinda remont qilindi, benzinda harakat qiladi, dokumentidan kamchilik yo'q. Hamma joy soz holatda minishga tayyor deyishyapti. Narxi $9500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa zavodskoy benzovoz sotiladi. Holat yaxshi. 1992-yil ishlab chiqarilgan, hamma joy radnoy holatda deyishyapti. Ramlari butun, nasos Xitoyniki deyishyapti. Motor hammasi yaxshi holatda. Narxi 175 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda esa gaz elgich vodovoz avtomashinamiz sotiladi. 1984-yil ishlab chiqarilgan, 5 ta metan gaz ballonlari bor, suv sig'imi esa 6 tonnagacha. Ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 90 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda yana bir gaz elgich vodovoz avtomashinamiz. Ishlab chiqarilgan yili yozib yuborilmagan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q deyishyapti. Hamda shu qatorda hujjatlar ham yo'q. Narxi 30 million so'm aytilishi, ya'ni kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan batafsil va to'liq ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi.